Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari, do'stlar, sizlar bilan 93 kvadrat metr yevro remontdan chiqqan tayyor kvartirani obzorini qilamiz. 3 xonadan iborat bo'ladi yangi dom. Raycenter postqaydan o'tkazdik. Shu katta domimizda liftdan bor, gazdan bor do'stlar. Detki plashatka, parkovkalardan muammo yo'q, kirib obzorini qilamiz. Qani ketdik. Hurmatli obunachilar, keling kvartiramizning ichkari qismini obzorini qilib beraman. Yurtdoshlar 93 kvadrat metr bo'ladi. 100% podключ, xalasangiz jihozlab, döşəpən bərlədi, pulunu gəlsiniz xudo xolasa. Girgerimizga prixожий zona bo'ladi. Prixожий mebel qo'yiladigan zonamiz. Avtomatlar ko'rib turganingizdek, Euro sxemada aytilgan eshiklarimiz ham sifatli eshiklar, bu держакларdan ham o'rnatilgan. Bilan danışamiz, освещениялар, biralar ko'rib turganingizdek chiroyli dizaynda ishlangan bo'ladi. Keling, shu xonamizdan boshlaymiz. Bir de balkonuna ega bo'ladi. Yarki svet qilingan minimalizm, laminatlarim ajoyibdan ishlangan bo'ladi. Bu yerda balkonimiz ko'rishingiz mumkin, yurtdoshlar. Patologlardan e'tibor beringlar, zo'r ishlangan. Keling. Bu tomondan bir katta xonamiz bor. Xonalarimiz katta olingan. Ko'rib turganlaringizdek 2 oyna tushgan bo'ladi. Lyustralar, освещениялар, patologlar ham zo'r. Ramka uslubidan foydalangan. Endi neoklassik uslubi. Laminatlar ham sifatlisidan. Koridorimiz площадь chiroyli kafellar. Bu yerda kuxnyamiz do'stlar. Kuxniyadan balkoni bor. Skvoznoy proyekt bo'ladi. Kuxniyadan balkoni bor. Gazi bormi deyarli uchun gazimiz bor. Fartuklar urilgan. Koruplar ishlangan, santexnik ishlar uchun yurtdoshlar ko'rib turganlaringizdek. Buralari, keling. Bu yerda yana bir katta zalimiz inshaalloh. Katta oynalar qo'yilgan, lyustralar taqilgan, dim ajoyib holatda. Bu yerda TV zonamiz chiroyli formatda ishlangan bo'ladi yurtdoshlar. Yaqinlara ulashinglar. Keling. Bu yerda sanuzel do'stlar. Ruchkalar ham zolotistый sifatlisidan, magnitli. Так, bu yerda sanuzelda yana ko'p firma unitazlar, aristonlari, ko'rishingiz mumkin, dushovая kabina. В общем, talabga javob beradi inshaalloh. Rakovinalar ham sifatlisidan. Yurtdoshlar yaqinlara ulashinglar. Ushbu xonadonimiz срочно sotib chiqqan. Inshaalloh narxini ekranda yozdik. Kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar. Aluvchilarga nasib etsin. Yurtdoshlar, reklama xizmatlarimiz mavjud. Срочно sotish kerak bo'lsa, bizlarga murojaat eting. Kanallarimiz ko'p. Inshaalloh rezultat bo'ladi. Salomat bo'ling, omon bo'ling.